Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Mana shu spalni komplektimizni to'liq video obzor tayyorlab berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Divanga e'tibor berasizlar, o'ta chiroyli dizayn bilan ishlangan bo'ladi. Bosh tomonlariga ham alohida e'tibor berib qo'yinglar. Naqshlar bilan ishlangan. Bosh tomoni yumshoqqina bo'ladi mana. Ikkita yonda tumbuchkalarda ikkitadan tortmalari. Davotchik mexanizmlarda. Plus matraslarigacha bo'ladi. Matraslari ortoped 210 ga 170 lik matras bo'ladi. Shkaflarimiz 6 eshikli. Ustki tomonlari krashinli MDFdan, ichlari esa rossiyskiy laminatdan tayyorlangan bo'ladi. Ichlarini ochib ko'rsatib qo'yaman. Bu tomoni kelin bolalarga uzun kiyimlarga moslashtirilgan. Bemalol uzun kiyimlarni ilib qo'ysa bo'ladi. Bu ham davotchik mexanizmlarda. O'rtalari polka bo'ladi. Kelin kuyov ikkovlari ham foydalansa bo'laveradi. Bu tomoni esa kalta kiyimlarga moslashtirilgan. Kuyov bolalar uchun bu yoqqa shrimpimlarni, oq ko'ylaklarni ilib qo'ysa ham bo'laveradi. Ichlari ham tiniqqina qilib ishlangan. Trimolariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda chiroyli dizayn bilan ishlangan bo'ladi. Uni stolchalari ham bo'ladi. Tortmalari shunday davotchik mexanizmlarda 3 tadan tortma, tepada ham bunaqangi katta tortmasi bor. U ikkiga bo'lingan, urushib qolmasligi uchun. Bu tomonga kelin narsalarni qo'ysa, bu tomonga kuyov qo'yishi mumkin. Ustlari o'ynakli qilib ishlangan. O'ta chiroyli shakl bilan chiqqan. Shunaqangi joylari ham bor. Juda ham chiroyli qilib ishlangan bo'ladi. Sizlarga ham shunaqangi spalni komplektlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab 550 kilometrgacha dastavkamiz bor. 550 kilometr qayergacha chiqadi? Samarqandgacha 550 kilometr chiqadi. Samarqandgacha dastavkalar bor. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, bundan-da to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Sizni qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'lsa ham kommentariyaga yozib qo'yishingiz ham mumkin. Mana shu spalni komplektimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, zakaz bermoqchi bo'lsangiz, pastda nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Bu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin.